Salom aziz avtomobil ishqibozlari, bugun siz bilan 2026 yilgi Chevrolet Captiva modeli haqida gaplashamiz. Bu model o'zining zamonaviy dizayni, ilg'or texnologiyalari va qulayligi bilan ajralib turadi. Chevrolet Captiva 2026 yilda yangi avlod platformasiga asoslangan bo'lib, uning tashqi ko'rinishi yanada sportiv va jozibali ko'rinadi. Old panel va panjur dizayni aerodinamik xususiyatlarga ega bo'lib, shu bilan birga brendning taniqli belgisini mukammal aks ettiradi. Faralar LED texnologiyasi bilan jihozlangan. Bu esa kechki va kunduzgi yo'l harakatida xavfsizlikni oshiradi. Orqa chiroqlar ham LED bilan ishlaydi va avtomobilga zamonaviy ko'rinish beradi. Ichki qismida Captiva keng va qulay salon bilan ajralib turadi. O'rindiqlar yuqori sifatli materiallardan tayyorlangan bo'lib, uzun safarlar davomida ham qulaylikni ta'minlaydi. Haydovchi o'rnida 360 darajali kamera va raqamli displey mavjud bo'lib, yo'l harakatini kuzatish va avtomobilning asosiy funksiyalarini boshqarish osonlashadi. Infotainment tizimi 10 dyuymli sensorli ekran orqali ishlaydi va Apple CarPlay hamda Android Auto bilan mos keladi. Bu tizim orqali navigatsiya, musiqa, qo'ng'iroqlar va boshqa ilovalarni boshqarish mumkin. Havoni sovutish va isitish tizimi avtomatik bo'lib, har bir yo'lovchi uchun qulay mikroiqlim yaratadi. Chevrolet Captiva 2026 yilda xavfsizlikka katta e'tibor qaratilgan. Avtomobil bir nechta havo yostig'i, tormozlarni avtomatik boshqarish tizimi, yo'l chiziqlarini kuzatish, adaptiv kruz nazorati va avtomatik to'xtash yordamchisi bilan jihozlangan. Bu xususiyatlar haydovchi va yo'lovchilarni har qanday sharoitda himoya qiladi. Shuningdek, Captiva stabilizatsiya tizimi va burilishlarni nazorat qilish funksiyasi bilan jihozlangan bo'lib, yo'lni har qanday sharoitda xavfsiz o'tkazadi. Dvigatel variantlari ham keng tanlovga ega. 1.5 litrlik turbo benzinni yoki 2.6 litrlik dizel motorni tanlash mumkin. Bu dvigatellar yuqori yonilg'i samaradorligi va qulay haydash imkonini beradi. Trans